Bilardingiz, siz yechinayotgan paytda shaytonlar va jinlar avratingizga qarashayotgan bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan shu yo'llar bilan o'zlarini jinlardan himoya qilganlar. Birinchisi, uydan chiqishdan oldin bismillah tavakkaltu alalloh la havla va la quvvata illa billah deganingizda sizni farishtalar qo'riqlashadi. Uyga kirayotganda esa assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb aytish joizdir. Kiyinayotganingizda bismillahir rohmanir rohim deb kiyin va yechishda bismillahir rohmanir rohim deb yechgan inson shayton va jinlarga ko'rinmaydi. Uyqudan oldin esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan sunnatlariga ko'ra Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum oyatul kursi, ikkinchisi qul a'udhu bi robbil falaq va min sharri ma xalaq Falaq surasi, uchinchisi tabarakallazi biyadihil mulku va huva ala kulli shay'in qodir Mulk surasini aytib yotog'ingizni qoqasiz. Hadisga ko'ra duolarni aytgan inson kechasi farishtalar qo'rg'ida bo'ladi va shayton unga yaqinlashmaydi.